hozir Instagram ko'rib o'tirib bitta video ko'zim tushib qoldi. Video o'ta zo'r bo'lgan. Men u videoni ko'rib maza qildim, o'zimga xulosa ham chiqarib oldim. Sizlarga ham ilindim shu videoni. Maza qilib ko'ringlar, o'zingizga xulosa chiqarib oling okalar. O, 5,5 million ko'tardim aka, Aydin Xbetdan. Necha pul bo'pti jami aka? 2 million bo'pti. Xo'jayin, mana bu listlarni qalinligi 0.8 ekanu, 1 deb sotib yotibmiz. O'zi 0.8, 0.9, 1 deb sotaverish narsa qilmaydi. Aka, sigaret beraymi aka? Kepgan qayerdan olding? Bozordan aka. Hali yarashdimi? Ahmad, Aka, unaqa men 100 mingga olganman. Ahmad nommi? Necha ekan? 19. 21. Ukam, ikkalovini pulini bulardan olib qolasan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: odamlarning boshiga bir zamon keladi. Kishi molini haloldanmi yoki haromdanmi, qayerdan topganiga parvo qilmay qo'yadi. Sahihul Buxoriy.